Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. O'tgan qatnashchilari. Bugungi kunga 6-iyun 2024 yil biz O'sh oblasi Qarasuv rayonining Qarashtuz Saray aylab Saray sport klubiga keldik. Şol jerde Gireklim boyunca kurash bo'lib жатат. Bizden Alsubay loyiq ko'chkan tejazib qo'yinglar. Baringizlar tinchlik amochlik qalaysiz. Bugungi ish Qarasuv shahrida bo'lib жатат. Baringizlarga Qarasuv shahridan jalbimiz salom aytmoqchimiz ketdiganda. Ichkariga kiramiz. Qo'noq akerlar hozir Gireklim boyunca kurash bo'lib жатат. Qadar Kırgızstan'ın Jeta oblastına keldik. O'sh yo'l Batken, Narin, Skol, Talas var jag'ına keldik. Qaranglar, adam o'quvchilarning ketgan. Olcay Halim, Jalabat, Zultan Zalikov, Daniel, Jalabat. Olcay Halim, Jalabat, Abdulmalikov, Daniel, Jalabat. Abdulmalik Jakın tur. Bayardan Turat, Mirqasimov, Jengishga Abduqodirov Ali Jilishda keldi. Mirqasimov, Mirsayev, Erbol, Saparbekov, Erjan, Jalabat. Bayardan Turat. Mukimjonov, Rahimov Farul, Zubayr. Eko Bayardan. Bayardan Turat, Mirqasimov, Mirsayev, Erbol, Saparbekov, Erjan, Jalabat. Muvaffaq. İkinci gol. Birinci bölümdeki eser
Tanıştırып oldu. Kurmanbayev Tinçlikbek ушул бүгүнкү болуп аткан эркин күрөш боюнча мелдешибиздин баш каалысы болом. Бул мелдешибиз биздин Кара Суу райондук спорт мектебинин 60-жылдыгы, быйыл 60-жылдыгы ошого карата болуп атат. Ошого 60-жылдын эмнеси аралган областар аралык эркин күрөш боюнча мелдеш болуп атат. Мелдеште азыр 350 спортсмен катышып атат. Балдарды, бул мелдештин максаты балдарды, областтар аралык балдардын бири-бири менен катнашып өткөрүлүү, спорт пропагандалоо жана ушундай эле азыркы өзүбүздүн мамлекетибиздеги биздин өдөрдөгү кол башчылардын спортко болгон колдоосуна биз дагы өзүбүздүн жаштардын ушундай бир ыраазычылык катары ушуну өткөзүп аткан эмебиз. Анан дагы сизге бир суроо. Кайсы област, кайсы район же кайсы шаардан келишин айтып койсоңуз жакшы болот. Бул турнирге област аралык болгондуктан бул жагы Жалал абадтан бияктан Баткенден 3 област арасында. Жакшы. Алды кетсине приз бар да? Иә. Байге барды алып кетсин, Ушу жеңүүчүлөр диплом, медаль жана баалуу сыйлыктар менен сыйланат. Жакшы. Ишиңизге ийгилик, Аллах колдосун, рахмат. Şöyle. İki barın. Prigotовится Mahmut Şahinov, Taşer. Yarmamatov Ömer, Öter. Az 4 avuzlu. Kaçada? Abekten Kaçtı spor kanaldan mı? Denizci alamaları. Ortadoğu Tayvan'da 2016 yılı Tayvan'da Çempionat Asya'da Caşlar arasında katışkan yana 2017 yılı Gresya'da Atina'da Çempionat'da katışkan 2016 yılı Belarus'da medalcılar turunda ikinci orun algan Akaydazlar Ortadoğu kapatacak oluruz.
Gol. Приготовился Карымжонов, Карасу, жеңіске арызы болыпты. Гүлнаров, Жанбек, Эрбол. Hurmatli tug'anlar, Qarasuv shahrining Turgiyevga sport klubunda olibdi da, bu yerda sport klub 60 yil bo'lgan ekan, shu 60 yillik yubileyine qarata kurash bo'lib жатadi ekan. Shu yerda ma'lumot olib ko'rsatdi, bizdan olsavoy like bosib, kommentar yozib qo'ying. Hurmatli tug'anlar, Qarasuv shahrining barchalarga jonli salom aytmoqchimiz. Holat baxtli oz qoldi. O'tib endi orqasiga ketlar. Holat. Holat, ishlar bormi? Время. Тини. Hurmatli No'g'at Qorijon kanal qatorchilari, hurmatli Qarasuv shahrining turg'unlari, bugun Qarasuv shahrindamiz. Bu yerda Saray sport klubi tomonidan uyushtirilib жатқан Gregrim bo'yicha kurashning trener Rustamning bolalari nima qilib Rustamning bolalari ekan, zaldan hurmatli ona qaramazlar, eng kichkisi 6 yosh, eng ulug'si ham bor ekan. Men Abbas Zakaryev. Ayt. Men Abbas Zakaryev Saray sport orasında maşığam köptegan iyiliklerge yetiştim. Bizim trener Rustam ağay. Ağayыңа rahmat, ha? Ağayımızga rahmat. Meni atim Nurbek. Ne zaman kiyindin? Men zalga kelganime bir ay bo'ldi. Xudo xohlasa chempion. Xudo xohlasa chempion bo'laman. Eng kichkina bola ekan shu. Alloh razı olsun, rahmat. Tilayver. Ben de adım Akılbek Raç. Saray Sport ortasının sportunda başladım. Araba boyunca iyiliklerge yetiştim. Жақында чемпион боламын. Qancha bo'ldi zalga kelganingga? 3 ay. Maşallah. Tilayver. Assalomu alaykum. Yigit No'g'at 24 kanal ko'ruvchilari. Biz shu Baldar Respublika sport maktabining 60 yillik ma'rakasini qarab turnir o'tkazibmiz. Turnirga butun oblastdan keldi. Xudo xohlasa turnir yaxshi o'tdi. Turnirga ko'p yordam berib ko'mak berganlarga cho'ng rahmat. Albatta No'g'at 24 kanaliga da cho'ng rahmat. Qarasuvda kim yordam berib ko'mak berib butun borlarga cho'ng rahmat. Ana sizga bir iki so'rada qo'y. Bu yerda trener qanchalardan qanchalargacha, qancha yoshdan qancha yoshgacha bo'ldi, shuni aytib qo'ysangiz. Turnir 20 kilogramdan 75 kilogramgacha bo'ldi. Butun oblast kelib kurashdi. Hozir qancha sopernik bo'ldi polni? Bor sopernik uchaslik 300 o'quvchi kurashdi. Bugungacha o'tib ketdi o'tasi. Xudo xohlasa. Soat qancha o'tib qolishi mumkin? Soat kechga bitib qoladi. 5-6 ha. Maşallah işinize iyi, Allah'ımız kol olsun. Niye kayar? Hurmatli No'g'at Qorijon kanal qatorchilari, bizdan olsa like bosgan tezat qo'yasiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.